Pastki etajdan tayyor kvartira qidirib yurgan hurmatli obunachilar uchun xuddi shunaqasidan topib qo'ydik. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Tashqi eshiklarimiz zamonaviyga almashtirib qo'yilgan. Videoda quyma ma'lumotlarni berib o'tamiz. 4 qavatli panelli domni 3-qavatda 2 xonali kvartiramiz. Kvartiramiz ugloviy emas, o'rtada joylashgan. Ko'ryapsizlar, xonalari alohida. Proyektda ham ikki taraflama proyektilgan manzil. Buxoro shahar, Kanichka deb kelasizlar. Kanichka yangi bozorchi deb kesalar bo'ladi. Joy juda ham zo'r joyda. Remontdan keyin hali hech kim yashamagan. Devorlari super mo'ysha bo'yli. Sanoqchilar ustunlar, isitish sentralni, o'ynalar 2 qavatli klass nomlarga almashtirilgan. Joy juda ham zo'r joy. Ikkita maktab, ikkita bog'cha, dasturli joyda joylashgan. Nasib bo'lsa kichkina to'ylarimiz ham qiynalmaydi. Ko'rishlaringiz mumkin, tashqi eshiklar almashgan, ichki eshiklarimiz ham almashtirib qo'yilgan. Ana bu joyda kladovka qismi. Eng asosiysi remontdan keyin hali hech kim yashamadi. Mana bu joyda zalimiz. Zalimizda ham devorlarda oblo'ni yopishtirib qo'yibdilar. Xo'p. Yo'l ustida adashmasam, bitta bir 100 metrcha ichkarida. Yangi bozorchani yo'l ustida. Zalimizdan ko'rasizlar, chiroyli remontdan chiqqan. Ana bu sanzor qismlari, sanzorlarga ko'rasizlar. Alohida to'liq plastiklangan. Mana bu joyda vanniy xonasi. Bu joyda o'sha kuxnyamiz ko'rishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, uyimizning narxi 2960 dollar so'raladi. Nasib bo'lsa kredit qilamiz sizlarning, kesalaring, uydagilarni kredit masalasida gaplashib ko'ramiz. Arzon uy-joy kanalidan uzoqlashmang. Taklif bizdan, tanlov sizdan. Like va obuna bo'lishingiz sizdan chiqmasin.